Aka, sotaman. Bo'ldi, olaman, tekinga olaman ukam. Qanaqasiga tekinga olasiz aka? Buni keyin o'zingizga 500 mingga sotaman. Qanaqasiga? iPhone bu aka, iPhone. Bu 500 mingga sizga ta'minlab berib, chiroyli qilib sotaman. Mana shunaqasiga qilib sotasiz. Mana shu holatga qaytarib sotaman. Imindan ana shunaqa. Bunga hozir bron urilgan orqasi. Aha. Orqa kirishkangiz mana sizniki. Orqa kirishkangiz ham oldin lop ham almashadi. Bu tем bo'lib oynasi yonmaydi lekin aka. Ishlatib beraman ukajon, ishlatib beraman. 500 mingga o'zingizga sotaman, qaytarib. Uzog'i necha soat ichida chiqarib berasiz aka? 2 soatda chiroyli qilib beraman. Xuddi mana shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Любой telefonni ta'mirlab beraverasizlarmi Sardor aka? Любойni ukajon, knopkadan boshlab bo'ldi. Sensor, pensor biz telefonga qarab o'tirmaymiz modeliga. Hisob. Zapchasi bo'lsa bo'ldi, qo'yib tashlayveramiz. Aniq qisqa lo'nda adresni aytib o'tsangiz. Adres: Eski bozor, Nekrus 4-do'kon, Orienter, Gulboq taksilari, to'g'rimizda qora salon. Aha. Sariq bilan yozilgan 4-do'kon. Bitta dona bozorda. Bitta ko'chada ko'rsatib qo'ysangiz, bilinadi. Qorong'ida ham, kunduzda ham sap-sariq bo'lib turaveradi. O'zingiz yetib ketmanga o'xshaydi. Angren shahri. Angren shahar. 24/7 aloqaga chiqaverasizlar, pastdagi nomerlarga O'zbekiston bo'ylab любой telefonlaringiz jo'natsalaringiz, uzoq 2 soat ichida ko'rib, chot chiqib, shunday yangi qilib chiqaraveradi do'stlar. Xudo xolasa, o'zi buni ham